Bu qanaqa 360 kamerasi qayerda edi buni? Tak, buni 360 kamerasi. Tiniqligini bitta ko'rib olaylik 360 kamerani. 360 mi? Parod Holdingga arzon bo'ldi, mana 360 kamera. Qani? Pauza berasiz. Bu bolalar sotib turib o'sha 360 kamera qayerdan bilmaydi. Mana shu o'ziga keling deyapsiz. Yog'i konsertni ishlatib yuborishyapti-yu. Ya. Boshladingmi? Assalomu alaykum Xitoy avtobunachilari. Ko'pchilik mendan shu mashinani GAC Ion i60 degan mashinani so'raganlar. Indeksdan topib qo'ydim. Indeks qayerdaligini bilasizlar. Toshkent Sergeli Indeks akalar. Egalar bilan gaplashib qo'ydim. Narxi, xarakteristikasi hamma yo'g'ini boshidan bitta chiroyli qilib ko'rsatishga harakat qilamiz. Kamerachi kelaverasiz. Hamma narsa kelishilib bo'lgan akalar. O'sha videoga tayyor bo'lganmiz. Prosta bitta ish qolganda so'rashmagan edik. O'sha so'rashmasa bo'ldi. Mehruz, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ishlayaptimi? Momsiz? Xullas, mashinani obunachilarimga chiroyli qilib obzor qilib berishimiz kerak. Buni men rus tili, ingliz tilida ham ko'rib chiqdim akalar. O'zbek tilida ko'rmadim. Kimlardir ko'rgan bo'lsa, pastga kommentariyaga silkasini tashlab qo'ysalaring, biznikidan yaxshiroq bo'lsa, manfaatli bo'ladi. Assalomu alaykum. Ketdi, GAC Ion i60. Xarakteristikasini tushuntirib boraverasiz. Men ham bilganlarimcha tushuntirib beraman. Xo'p, bu GAC Ion i60 1.5 atmosferniy motor bilan jihozlangan. Железо fosfatli 29.9 kilovatlik batareykasi bor. Общий ot kuchi buni 224 ta. 220 ot kuchi bor. Benzin расходiga keladigan bo'lsak, motor уже to'liq obkatkadan chiqib olib, klapanlar, porshonlar joyiga kelgandan keyin ochiq trassada 2,5 litr, aralash siklda общий 5 litrga yaqin benzin ichadi. Endi akalar 5 litr deyveramiz, realnisi baribir 6,5 tadan 7 tagacha расход qiladi. Bitta tashqarisidan ko'radigan bo'lsanglar, men o'xshatdim, ko'pchilik kommentariyadan bu mashinani o'xshatishgan ekan. Toyota PZ 3X ga o'xshatishdi bu mashinani. Nimaga o'xshaydi? Chunki Toyota bilan bu subbrend hisoblanadi. Toyota BZ3 ham GAC zavodda chiqadi. Bo'ldi, tushunarli. Xo'p, bitta oldini shunday ko'rsataman, bitta ochib oling oldini. Yaqinroq kelaveramiz. Uzoqdan ko'rinmaydi baribir. Voy, elektronik emasmi? Yo'q. Shu joyi gidravlический emas. Bu yerda bizda 1.5 atmosferali 4 silindrli motor bor. Akalar, motorni to'g'risini aytadigan bo'lsa, ishlarini ja unchalik professional darajada tushunmaymiz. Prosta tushunadigan insonlar uchun atay ochib ko'rsatib qo'ydik. Buni endi nimaga tushunmaymiz? Servislar o'zi, servisimiz bor. Kelib, bemalol o'zlaridan so'rab olsalaring bo'ladi akalar. Endi sekin yopib qo'yamiz. Bu kamchilik emas elektronik bo'lmaganligi. Chunki buni narxini eshitganlardan keyin oxirida deb tushunib olasizlar. Xo'p, endi oldi ko'rinishlarda LED faralari batta to'xtalib o'tish shart emas, chunki hamma ko'rib turibdi, mana bunaqa ekan, LED fara bunaqa ekan, qayerdandir Yaponiyadan olib kelingan ekan, bunaqa osmono'par gaplar kerak emas. Keyin men bitta videoda ko'rgandim, diskalar har xil ekan, ikki xil bo'lar ekan. 19 diskada bor ekan, 18 diskada bor ekan. Bu nechida? Bu 18. 18 diskada ekan. 245, 55, 18 bo'ladi. Buni yili 25 bo'lgan hisobiga. Bularning elektr varianti bor, ular elektrlarda 19 spitsali bo'ladi. 26 larda spitsa 19 bo'ladi. Tushunarli. 360 kameralari bor. 360 kameralar, oldi Tiptroniklar bor. Ahamiyat beringlar, ko'p mashinada oldida slepoy zonasi Tiptronik bo'lsa, bunda Adigo lidar bunda. Ana, ko'ryapsizlarmi? Professional darajada aytib o'tib ketdi. Men bilmasdim. Xo'p, endi mashinaning ichiga o'tiramiz. Keyin orqa tarafiga sekin o'tamiz. Polni yana qilgimiz kelmadi. Xo'p, bismillah. Bu mashinamiz gibrid, 210 km tok yurib beradi. Opshiga 1240 deyilgan CLTC bo'yicha. Endi biz VLTC bo'yicha hisoblaydigan bo'lsak, 210 imiz 130 dan 150 km atrofiga yurib beradi. Opshi zapas xotiga keladigan bo'lsak, 900 bilan 1000 atrofida yurib beradi benzin bilan akalar. Xo'p. Voy, qizil yanoq deydi-yu, qaranglar. O'sha tayyor bu ruskatsiya bo'lgan. Zavoddan ruskatsiya bo'lib kelgan bu o'sha. Qayerdagidir programmistlar emas, bizda zavod tomonidan zakazga ruscha qilingan. Qayerda programmist deganda yana o'zlaringga olmanglar, iltimos. U hali mashhur brendlar haqida ketmayapti. Biroz bitta ikkitani qiladi ko'rdik. Ruskatsiya qilgandan keyin parod qilib qo'yishdi. Keyin garantiya berish olmadi. Bilamiz, FTH bor, Hanavi bor. Bilamiz, ularga gap yo'q, nomer ading akalar. Xo'p, o'sha buni xarakteristikasini tushuntirib o'tsak, bu qanaqa 360 kamerasi qayerda edi buni? Tak, buni 360 kamerasi. Tiniqligini bitta ko'rib olaylik 360 kamerani. 360 mi? Parod Holdingga arzon bo'ldi, mana 360 kamera. Qani? Pauza berasiz. Bu bolalar sotib turib o'sha 360 kamera qayerdan bilmaydi. Mana shu o'ziga keling deyapsiz.
Yog'i konsertlarda ishlatib yuborishyapti-yu. Ya. Xo'p, Yog'ni- qani? Yana keltirib Bluetooth aniq qolyapti. Kimdir bilsinlar qoldi, xo'p. Hop, 160 deydi. Bo'ldi. Anaqa qilmaymiz. Ozdan kutib turamiz. Yani Diyorjon Bluetooth ulab olib muzgan qo'yaptilar. Bizga ko'pchilik xalaqit berishyapti. Yaxshi, rahmat. Mana shu. Mana 360 kamerasi. Bu tiniq emas, u. Yaxshi akalar. 3D formatda. Bu narxga 3D formatda bo'lishi yaxshi narx. Yaxshi holat bo'ladi akalar. Xo'p, endi nima qilamiz? Mana bespirovodnoy bor ekan, 50 wattli. Telefonim video olyapti, ko'rsatib bera olmaymiz. Atak bitta tarafda bo'ladi. Ikkinchi tarafga qo'ymagani ham yaxshi. Ko'pchilik yoqmaydi. Sabab bu tarafda ham bu tarafda bo'lsa, telefonni oddiy qo'yish uchun joy qolmaydi. Bo'ldi. Bitta ko'p gapirganimiz. Salonda ikkita abagrev, ikkita masaj, ikkita abduflari bor. 25000 dollarlik mashina hech qaysi birida bunaqa komforti yo'q. Men tomonda ham, siz tomonda ham masajlari bor. Masaj bor. Masaj qayerdan yonar edi bu yerda? Masaj mana. Masaj sizga. Xo'p. Masaj yaxshi. Bitta mashinadan o'tirdim, nomini aytmayman. Nomiga masaj ekan. Bunda sal masaj bor ekan akalar. His qilar ekan odam. Akustikasi keladigan bo'lsa, akustikasi arzon akustika emas. Adigo Sound bilganini o'zi biladi. Ovoz chiqarishlari, mid bass, high bass hammasi prosta zo'r. Akalar, jaydar obzor bo'lyapti. Ya'ni kesib, montaj qilib, bunaqa qilib o'tirmaymiz biz. Hali imkon qadar sizlarga mashinani chiroyli qilib harakat qilib beramiz olib berishga. No, mashinani yaxshi bo'lmasa, chiroyli qilib, osmon opar gaplar qilib bermaymiz. Hop, orqa taraflarda kengligi. Bemalol, yana bitta odam demayman, g'alati ishtiladi-yu. Bemalol joy bor ekan, bemalol o'tirib ketsalar ham bo'ladi. Keyin tepa panorama. Orqa sidinalar 30 gradusga yotadi. Agar sal delovoy okalar bo'ladigan bo'lsa, sizlarning yo'lda ham ish-pishlar chiqadigan bo'lsa, shuni mayafani bosasizlar, bunday otasiz okalarni notebookga, ovqatga joy chiqadi. Panorama, i plus qaranglar. Panoramani bu yoqda shtorkasi ham bor ekan. Ko'p mashinalarda shtorka ham bo'lmaydi. Shtorkani alohida sotib olasiz. Keyin bilasiz, tiqib qo'yadigan shtorka emas-da. Tushib ketaveradi yo'lda. Shtorkani yopish uchun oldidanmidi? Monitordan bitta yopib qo'ying, bitta ko'raylik shtorka yopilishini. Endi bo'ldi, yetadi. Oxirgacha ko'rishlaring shart emas, zerikib ketib qolasizlar. Tonirovka qilib berasizlar orqa tarafini? Qilib beramiz kesin. Tonirovka qilib berishar ekan orqa tarafini. Eng muhimi elektronika ekan orqa tarafi. Qo'ldan ham bunaqasini ochasizlar. Endi hamma mashinada bor, prosta oshirib yubordim. Xo'p, 7 kilovatli zaryadchi. Bu yoqda poliklari bor. Tufta poliklari o'zlarining alohida babrani qarasizlar, bo'lmaydi bu polik. Bo'ldi akalar. Hop. To'xtarmikin qo'lda? To'xtadi. Ataga aka qo'yadigan bo'lsa, to'xtaydi lekin. Hazrashdan riskovat qilmanglar, qo'ldan barmoqdan ketadi. Shu o'rtaga barmoq qo'ysak, davr kerak emas. Orqa tarafdan bitta ko'rinishini ko'rib olamiz. Orqasi ham chiroyli ekan, oldi ham chiroyli ekan. Ko'ryapsizlar? Mashinali, xunukroq mashina emas. Simpatичный, krasavchik mashinalardan biri. Bitta gap bilan aytib qo'ying, o'zini narxiga konkretni arziydigan. Da, agar mabodo kimdadir shu mashinani konkurentini bilsa, kommentariyaga yozsin. 25,5 ming dollarga shu mashinani hamma komforti bilan raqobat keltiradigan birorta mashina topilsa, yozinglar. O'shini ham arzon qilib beramiz. To'xtang, keyin nima demoqchi edim? Orqada abdufotograf yo'q-a? Yo'q, oldida faqat. Sabab nimaga yo'q deb o'ylaysizlar? Agar qo'yiladigan bo'lsa, bu splashno, ya'ni uzilmagan, anaqa bo'lgani uchun, sideniya bo'lgani uchun rasxod katta ketib qoladi. Uni narxiga ta'sir qilgani uchun ham u narsani qilishmagan. Yana bitta yengillik aytib ketay. Xudo xolisa bu partiya tugagandan keyin yana bitta partiya kirib keladi. Unda yengillik xuddi Zikr 9X2 daqa qilamiz. Ya'ni hozirdan o'zi zakaz berdik. Faralar proyeksionniy bo'ladi. Ya'ni devorga tirab qo'ysangiz, kino ko'rsa bo'ladi yani qilib. Ana, sevishganlar. Kino ko'rishlik joyi. Unga zakaz berildi уже. Xudo xolisa shu partiya tugagandan keyin kirib keladi. Sevishganlar deganda er-xotinni aytyapman, ya'ni zinoga targ'ib qilingan yo'q bu yerda. 17-32. Ha. Xo'p, endi nima qilamiz? Ruskasiyasi tayyor, 1 yil garantiya berilyapti, zaryadchi polik berilyapti. Hamma narsasi full komplekt berilyapti. Nomerlari qoldi. Telefon nomeringizni aytsangiz, 95lik 929 68 88. pastda raqam qoldiramiz. I+ meniki, mana bu o'zim aloqaga chiqsalaringdan bo'ladi. 93lik 814 1602 akalar. Abdushi shu kitobini ham sovg'a qilamiz sizlarga.
Endi nima qilamiz, bo'ldimi? Shu okamga biz qo'rg'on ham qo'yamiz. Narxni sindirib. 25,5 ming deyapmiz. Yana tushib beradi kesalar, yani. Tushamiz. Hali chiroyli qilib tushib beramiz. Bo'ldi akalar, charchamanglar, laykni, obunani esdan chiqarmaysizlar. Reklama olinmadi. Bizga reklama berishgan, sekin-sekin chiqsalar ham bo'laveradi, bemalol akalar.